Mojalarimiz davom etmoqda qizlar. Bu navbatga kelgan bemorimizdagi hozir hujum mojarasini o'tkazib berdik. Bularda ozgina sehar alomatlari bor. Inshaalloh roqiyaga tavsiya qildik. Yana bitta ishlaymiz. Hujum mojarasidan keyin shunaqa alomatlari bilindi. Alloh shifolik qilsin. Qo'llari bo'lsa qo'yi o'zi ko'p hujum olib turaman dedilar. Aynan sunnatga muvofiq jamani qilib berdik. Alloh shifolik qilsin. Qonlari o'zi hammadan shunaqa jeleza chiqishi tabiiy, lekin tromblarga qaraymiz. Tromblar bularda juda ham ko'p, atyoqqa kam, lekin tromblar juda ham ko'p. Alloh shifolik qilsin. Bu bemorlarimiz konsultatsiyada o'zi shifokor eshitgandan keyin shu kerakli nuqtaga qo'yib beriladi. Mana qon tahlilidan keyin kurs lecheniya tavsiya qildik bularga. Albatta kurs lecheniya olishlari shart, shifoli bo'lsin. Qizlar hech bo'lmasa bir yilda bir marta bo'lsa ham o'zi hozirgi sharoitda 3 oy 6 oyda tavsiya qilinadi, lekin bir yilda bir marta bo'lsa ham albatta hujum mojarasini olinglar. Umuman olmaganlar esa olishligi shart deb bilaman. Bu organizmni zo'r tozalab beradi.